Mana bugün 8-chi. Bugün 2026-yıl 8-chi число. Mana albaraka istemeydi deb mana 8-iyun bilan bugün. Mana bari yerdi o'sha mana dayındap qo'ygan mana. Mına yoqda dayındap qo'ygan. O kamazlar ketib atyr. Mana dayındap qo'ygan mana. 8-iyun mana. Ko'ringlar. Mana istep atyr. Hurmatli Qasım-Jomart To'qayev. Hurmatli xalq, mana qara. 8-iyun kuni mana qarang. Mana barini qazib bitdi. Mana jayilimiz yerimiz. Deputat, akim aytdik. Deputatga, akimga, militsiyalarga, uchastkovalarga aytsak hech kim. Mana qarani, dayındap qo'ygan mana. Mana yer, jayilimiz yerning barini burun 2 gektar edi. Keyin 4 bo'ldi, 6 bo'ldi, endi 16 gektar mana. 2, 4, 6, 12 gektar mana. Kamazlar qara tasib atqani mana. Arjaqda kamazlar tur mana. Hurmatli Qasım-Jomart To'qayev. Hurmatli xalq, mana. Qanday sendering? Bizning Turkiston oblasining keles. Turkiston oblasining kelesdagi mana. Oraza Ato avli Dimitrov degan yerda mana. Ko'ringizlar mana. Bizde Turkiston oblasi keles Abay avli keles rayoni Orazat avli Dimitrov mana yer. Mana bari yer qazib bitdi. Bizde zang yo'q, hurmatli Qasım-Jomart To'qayev. Hurmatli xalqlar. Mana militsiyaga necha ret aldık. Bizning Abayning militsiyasidan necha ret aytdik. Yo'q, senderdiki durust emas deydi. Tasib atgan yo'q. Ana qo'yatgan yo'q deydi. Qalay tasmaydi mana yerning barini qazib tasib atgan yo'q deydi. Mana qalay tasmaydi mana qaranglar. Mana osындай жайылым жер еді. Mana ko'rasizlar, necha fura, necha kamazlar bor. Necha neler bor mana. Mana. Mana furalar ko'ringizlar. Ana fura. 20-30 fura bor mana. Mana ana yozib o'tirayin dedi mana. Mana. Hurmatli Qasım-Jomart To'qayev mana bari. Osini qachon to'xtatasizlar? Mana bizning yer. Bizning Dimitrov avlining yeri. Bizning akim, deputatlar bari satib olgan. O satılgan üçün nega kelmeydi mana. 5 yıldan beri prezident akimchiligine bargan edik mana. Prezident akimchiligi alınmaydi degan edi mana. Shtraf sagan edi. 70 milyon, 250 milyon, 200 barini to'lab bari mana istep atyr. Albaraka degan. Mana hurmatli Qasım-Jomart To'qayev, hurmatli xalq, Qasım-Jomart To'qayev, xalqim, o'sherdi yerimizni qaytarib beringizni so'raymiz mana. O'sigan bir jardam beriniz, ko'mak beriniz so'raymiz.